Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shunday deganlar, riyo solih amalga aralashsa uning ajrini yo'qqa chiqaradi. Kishi o'zidan faxrlanishi ham riyo kabidir. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kim odamlarga eshittirish uchun amal qilsa, Alloh uni eshittiradi. Kim ko'z-ko'z qilsa, Alloh uni ko'z-ko'z qiladi. Muttafaqun alayh. Bir yaxshilikni odamlar eshitsin deb qilyapti, ovoza bo'ladi, Alloh eshittiradi, lekin savob yo'q. Kim odamlar bir ko'rib qo'ysin deb ko'z-ko'z qilib yaxshi amalni qildi, odamlarga Alloh ko'rsatdi, bildirdi, lekin uni ajri yo'q, mukofoti yo'q. Rasululloh alayhissalom yana marhamat qildilar. 3 narsa halok qiluvchidir. Itoat qilingan baxillik. Doim baxil, birovga biror narsani bergisi kelmaydi. Vaholanki Alloh bergan, ko'paytirib qo'ygan, lekin yaxshilik amallariga chaqirsa, bilsa qilmaydi. Doimiy baxillikda, mumsik. Keyingisi ergashiladigan havoi nafs. Havoi nafsni yomonligini hamma musulmonlar bilish kerak. Havoi nafs hech qachon odamni yaxshilikka yetaklamaydi. Havoi nafs aytadi: hozirgi o'tirgan uyingni shunaqa chiroyli qilgin, mahallada seni o'zing eng zo'r uy egasi bo'lgin. Shuni orqasidan ergashib yuraveradi. Yoki bo'lmasa boshqa bir shahvoniy ishlarga, zinoga qarab ketib qoladi. Yoki harom mol topgani. Uchinchisi, kishi o'z nafsi bilan faxrlanadi. Mendan zo'ri yo'q deydi. Mendan polvoni yo'q deydi. Mendan uddaburoni yo'q deb faxrlanadi. Mana shu 3 ta narsa odamni so'zsiz halokatga olib boradi. Bu dunyoda ham halok bo'ladi, oxiratda ham halok bo'ladi. Chunki bu so'zlarni sarvaru koinot marhamat qilib turibdilar. Imom Bazzor rivoyati. Imom Qurtubiy rahmatullohi alayhi aytadilar, kishining o'z amali bilan faxrlanishi o'sha amalni mukammal deb bilib Allohni ne'matini unutishidir. Ko'rinib turibdiki, bu amallar kamtarlik, tavozulik, hokisorlikka buyurgan shariatimiz ko'rsatmalariga zid bo'lishi bilan birga amallarning savobini ham ketkizishga sabab bo'ladi. Shuningdek, ibodat, tavba va solih amallarni biror dunyoviy manfaat uchun qilish ham amalni savobini yo'qqa chiqaradi. Alloh taolo barchalarimizni muxlis bandalaridan qilsin, mav'izalardan Robbimiz manfaat bersin.